Assalomu alaykum, Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda tom yopish uchun, naves qilish uchun albatta 5 metrdan uzunligi 32 metrgacha bez ustun turadigan temir xor firmalar narxini yoritib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz o'sha konteynerda baquvvat qalin profillarda shunaqangi firmalarni yasashib, kelishilgan narxlarda butun O'zbekiston bo'yicha olib borib ustanovka ham qilib berishyapti ekan. Ya'ni zavod, fabrika, bog'cha, maktab, hattoki xonadon, undan tashqari teplitsa deysizmi, mol ferma, qo'y ferma, hattoki xolodilniklarni ham qurib berishyapti ekan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz. Manzilimiz Farg'ona bo'yida Dehqonobod Kominterndan bo'lyapti. Mana o'sha akalarimiz mehnatini qadrlab, bittadan laykni bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Biz esa narx-navoni yoritib berishni boshladik. Qani biz bo'lmasa boshladik, usta akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Usta yaxshimisiz? Siz charchamayapsizmi? Rahmat. Xudo xolasa keyingi zakazlar ham bitish jarayonida ekan, usta aka. Shunaqa aka, xudo xolasan. Xo'sh, mana shunimiz qayerga ketadi? Xo'p, bu firmamiz aka Qashqadaryoga ketadi. Qashqadaryoga. Necha metrga qo'yib beryapsizlar? Bu firmani aka 30 metrga bez ustun qilyapmiz. 30 metrga bez ustun. Ya'ni tagida xora ketadi. Ha, aka tagida xora, xoraning tepasidan ko'rib turganlaringdek firma aka. Firma. Profillarning qalinliklari. Profillar qalinligi keladigan bo'lsak, 10 ga 5, qalinligi 3-7 mm. Shu yerda, ha. Bundan 3 qator bo'ladi aka. Ha. Ichidagilari 12 ga 5, qalinligi 4 mm aka bularni. Ya'ni laga bilan eshik bosh laga. Ha, 32 metrgacha bez ustun qo'yib beraveradi. 32 metrgacha bez ustun qo'yilaveradi behijolat aka. Ha, narx qanchadan bo'lyapti hozir? Bular narxi aka kraskasi ichida, mana shu holat kraskasi ichida 360 ming so'mdan qilib beryapmiz. 360 ming so'm. Agar bez kraska bo'lsa-chi? Bez kraskasi 340 ming so'm. 340 ming so'mdan bez kraskali variantda. Tushunarli. Xo'sh, bularimiz-chi ustaga? Bular aka stoyka hisoblanadi. Bu stoykalarimiz mana shu firmalarimiz tagiga stoykalar. Bu stoykalarimiz ham lagadan yasalgan, 12 ga 5, qalinligi 4 mm aka. Buni 1 metr esa 250 ming so'mdan bo'lyapti. 250 ming so'mdan o'sha balatiga 10 metrgacha ustun qilib ishlatsa bo'laveradi. Ha, 10 metr, 12 metrgacha qo'yilaveradi aka. Hozir kraska ham qilib beraverasizlar. Kraska qo'shilsa 20 ming so'm metrga pul qo'shilib qoladi aka. 1 metrga 20 ming so'm, zato bir xil chiqadi, shunaqangi. Bir xil aka. Honetda arzonrog'i bor shekilli, uni ham yoritib beradi. 5 ga 4 profildan bo'lgan aka. Aha. Bu firmamiz narxi 130 ming so'm aka. 130 ming so'm. 5 ga 4 profil, qalinligi 2 mm profil. Necha metrgacha qo'ysa bo'ladi usta aka? Buni 15 metrgacha qo'yib beraveramiz aka. 15 metrgacha qo'yib beriladigan 5 ga 4 profildan to'qilgan, ichi ham tashi ham zavodskiy kraska usta aka. Zavodskiy kraska aka, behijolat. Xudo xolasa, keyin buni 6 ga 4 variantlarimiz ham bor. 6 ga 4 variantlarimiz esa aka 140 ming so'mdan. 140, 4 ga 4chi. 4 ga 4larimiz 120 ming so'mdan. 120 ming so'mdan. Bu tomonlardan o'tiragan. Bemalol aka. Bu tomonda ham mana o'tib ko'rsatamiz. Mana bunimiz necha metrga qo'yiladigan bu? Bularimiz aka 20 metr, 21 metr, 19 metrdan boshlab 21-22 metr joygacha qo'yaveramiz. Ha, ya'ni konteynerda lagas hisoblanadi. Lagas hisoblanadi. Xo'sh, mana ko'rib turibsizlar, bunimiz metri. Buni metrini aka 200 ming so'm qilib beryapsiz hozirgi kunda. 200 ming so'mdan o'sha 21 metrgacha bez ustun turadigan firmani to'qib beraverasiz. Albatta aka. Xo'sh, mana bu yerda ham bir skatlisi bor ekan, adashmasam. Bunimiz nechidan qilingan? Xo'p, bunimiz ham aka 5 ga 4 profildan bo'lgan. 5 ga 4. Necha metrlik uzunligi? Buni uzunligi aka bu 8 metrli. 8 metr. Bu 8 metr. Bir skatmi? Bir skatni aka bu. Ha. Narxi. Bular narxi shu 130 ming so'm 5 ga 4'lar aka. Hammasi standart. Bir skat, ikki skat puli bir xil aka. Ha, bir xil bo'laveradi. Mana bunimiz-chi. Undan tashqari aka 6 ga 6 profildan qilingan firmalarimiz aka. 6 ga 6. Ha. 6 ga 6, konteyner 6 ga 6 bo'ladi. Uzunligi 11.70 bo'ladi aka. Buni qalinligi 3.7 mm bo'ladi. Buni ham ichidagilar laga hisoblanadi, 12 ga 5, qalinligi 4 mm. Aka bularni bir skati ham, ikki skati ham 1 metrni aka 230 ming so'm, 240 ming so'mdan qilib beryapmiz. 230 ming so'mdan. Necha metrgacha qo'yish mumkin? Bulardagi 25 metrgacha qo'yaveradi biz. 25 metrgacha. Mana shu hozir ko'rib turganingiz aka 21 metr, bir skat. 21 metr, bir skat, bir tomonlama qo'yiladi ekanda. Tushunarli. Mana bu hozir necha metrda ko'tarib turibdi usta aka? Bu aka 15 metrda turibdi. 15 metr. Oho, balatiga ham balandroq ekan. Ha, 60 aka baland. 60. Ya'ni 15 metr mana bez ustun turibdi. Xorimiz shundan qanchadan to'qib beradi shu holatda bo'lsa? 200 ming so'm aka. 200 ming so'mdan. O'zi xorilarimiz nechidan eng arzoni qanchadan boshlanyapti hozir? Aka 180 mingdan boshlanadi hozirgi kunda. 180 ming so'mdan mana bular, ha? Ha, mana shular 180 ming, 170 ming, 200 ming har xil variantda ketaveradi aka. Ya'ni 200 ming so'mliklar bunaqa bo'ladimi? Ikki xori bo'ladimi? Yo'q, bular 220 ming so'm aka. 220 ming so'm. Ya'ni 180 ming so'mdan bu yog'i 220 ming so'mgacha bor, ha ustaga? Ha. Endi mana bu firmamizchi. Bu firmamiz aka 5 ga 5 dan bo'lgan. 5 ga 5 dan bo'lgan. 5 ga 5 dan bo'lgan bu aka. Uzunligi 15 metr buni aka. 15 metr. 15 metrgacha tayyorlab berilaveradi, narxi. Buni narxi aka 140 ming so'm. 140 ming so'mdan tushunarli. Kelishilgan narxda olib
Albatta aka. usta aka. Albatta. Tushunarli. Bu yerda ko'rib turibsizlar, har xil variantlarda bor. Usta aka, bunimiz necha metrgacha endi? Bunimiz aka shu 28 metrgacha qo'yib beraveramiz. 28 metrgacha mana shu tagiga xori shart emas ekanda. Buni tagiga xor shart emas aka, chunki famaje profildan mana shu 30 metr yasalgan aka, 1 metr aqa 1 metr baqa chiqib ketib qoladi. Shu hisobiga 28 metrda turadi aka. 30 metr odam ko'ryapsan, shu odam 170 lik odam ko'rinmayapti uzoqdan turib. Yaqinlashtirib o'ramiz. O'tirib kuchayib. Telefon o'ynab o'tiribdi. Aka, bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, materialni mana shunday ko'rsatib ketay, op. Ko'ryapsiz, 5 ga 10, qalinligi 3.7 mm. Endi bu to'rligi chiqib qolib, tarzamondan chiqadi. Bularni 1 metr aka 260 ming so'mdan qilib beryapmiz. 260 ming so'mdan 1 metr shu yerda to'qib berish, ha? To'qib tayyorlab berishimiz. Endi masalan sizga burla kelib tomni ham yopib bersa, unda qanaqa kelishiladi? Tomni ham yopib bersa, xohlasa tomini kvadratiga 50 ming so'mdan yopib beramiz. Xohlasa menga общий bitta kvadratga chiqarib ber, men faqat senga tunik olib beraman, boshqa narsa qilmayman deydigan bo'lsa-ki, aynan mana shu materiallardan bo'ladigan bo'lsa, 280 mingdan qilib beramiz kvadratini. Ya'ni sizdan ketyapti turgan xori, ustunlik, reyka, hamma narsasi yo'g'i shipirigacha qoqib berasiz, faqat shipirini o'sha uydagasi olib beradi. Ya'ni ustanovkasi bilan 200 qanchadan qanchagacha? O'z aslida aka 170 mingdan boshlanadi. Mana shu materialdan menga qilib ber, kvadrat ichida deydigan bo'lsa 280 mingdan qilib beraveramiz bir kvadratni. Faqat tunik olib beradi. 170 mingdan 280 minggacha ketaveradi. Variantlari bor. Bor. Materialga faqatgina uydagasi shiferda olib beradi. Qolgan hamma yo'g'i o'zlaridan ustanovkasigacha hamma yo'q bitirib berishi 1 kvadrati 170 mingdan 280 ming so'mgacha har xil variantlari bor. Shunday emasmi? Yo'q, firmaga alohida to'layman, shiferda alohida olib boraman. Bitirib beringlar desachi. Unga ham o'ynaymiz. Firmani metriga, misol firma deylik, mana shu firmadan ko'rinib turgan firmadan kelib chiqay. Mana shu firmani aka metriga 260 ming so'm qilib bersak, hop, reyka tomiga kapal reyka ishlatamiz, 1 metrni 14 ming so'mdan qilib beramiz. Tagiga xor ishlatadigan bo'lsak, xorlarimiz 180 mingdan qilib beramiz. Xuddi mana shu materialdan qilib beramiz uni ham. Faqat ichiga laga ishlatiladi. Ustanovkasiga keladigan bo'lsak, ustanovkasini 50 ming so'mdan qilib beramiz aka. Qanchadan qanchagacha? Uni ham 40 mingdan boshlab aka 70 ming chiqib ketaveramiz. Misol uchun konvert joylari kelib qoladi yoki bir masalan oddiy xonadonda taom bo'lsa 70 ming so'm, unaqa katta ob'yemlar bo'lsa 40 ming so'mdan boshlanadi. Xizmatlar qayergacha? Xizmat aka O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab va ishlarga garantiyalar bor. Behijolat. Necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasizlar? Bu ish aka bir o'z qurishga kirganimga aka ancha bo'lib ketdi. Yo, faqat mana shu firmaga kirganimizga 7 yil bo'ldi aka. 7 yildan beri faqat mana shunaqangi zavod, fabrika, xonadonlar tomlarini shunaqangi konteyner profillarini yopib berasizlar. Shunaqa aka, xudo xohlasa. Tushunarli. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz o'sha xori firmalar 1 metri 110 ming so'mdan tortib albatta 340 ming 60 ming 340 ming ketaveradi. 340 ming so'mgacha bor ekan. Ya'ni joyingizga qarab turib, o'zlari mutaxassis o'sha profillarni ishlatishadi va chiroyli qilib garantiyali qilib yopib beriladi. Aka albatta quruq joyi bo'lsa bo'ldi, behijoat qilib beraveramiz. Arxitektor xizmatlarigacha bor aka. Ha, oldin masalan joyini o'zi pusto yerda ko'rsatsa, mana bunaqa bitirib beramiz, bu ko'rinishda bo'ladi deb chiqarib beraversa chizmalarni. Chiqarib chizib beraveramiz. Chizmalarni chiqarib beraveramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Yo mana shu ustakamiz aloqaga chiqadi, yo sheriga, shundaymi? Aloqaga chiqadi. Boshqa filial yo'q. Boshqa filial yo'q. Faqat mana shu ikkala ustakamizga telefonlarni qoldirib qo'yamiz. Bittadan like bosib, kimga shunaqangi mutaxassis ustakalarimizdan tom yopish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz, aloqaga chiqaverasizlar.